Hi everyone, welcome back. And now let's learn lesson 66. What is the time? Saat qancha bo'ldi? What is the time? And saat necha bo'lganda saatga qarab olinglar. Endi bu vaqt o'qishni ilgirki darsimizda bir qatim to'xtalgan, yana bugun tafsili bir takrorlab o'tsak. Endi masalan vaqt o'qiganda qanday qilmaymiz desanglar, odatda biz minut soni o'lcham qilamiz. Odatda minut soni 30 tang yoki uningdan kichik bo'lib qolsa, biz manchadan mancha o'tdi deymiz. Avval minut sonini deb, undan keyin soat sonini deymiz. Masalan, soat birinchi soat 2dan 5 o'tdi, shunami? Bu 2dan 5 o'tgan nima deganini deymiz ama it is 5 past 2. Okay, it is 5 past 2. Demek ki 2dan necha o'tdi? 5 minut o'tdi. Demek ki bu yerki o'tdi deganini nima deb ifodalaymiz? Sanlar past. Agar naq soat 2 bo'lgan bo'lsa nima desanlar? O'clock. Masalan, it is 2 o'clock. Soat hozir 2 bo'ldi. Endi yana 15 minut o'tganda cho'rsanlar 15 ni 15 deydi, shunami? 15 odatda nima desanlar bir chorak. Bütün aslında 4'ten bir bo'lsa nima deymiz buni? Desanlar chorak deymiz. Buni quarter. Okay, a quarter. Bu nima deymiz? Desanlar a quarter past 2. 2dan 15 minut o'tdi. A quarter past 2. Agar yarim bo'lsa cho'rsanlar 30 minutes. Bu nima deymiz? Desanlar half. Biz uni 2 yarim deganda it is half past 2. Hargiz muxalif desak bo'lmaydi. It is half past 2. Okay, half past 2. Endi yerimdan eshib ketsa 30 minut eshib ketgandan nima desanlar, mancha minut qoldi. Alaylik masalan 2dan 35 minut o'tdi. Endi 35 deganimiz 3 ga soat 3 bo'lishgan yana 25 minut bor. Buni nima deb o'qiymiz desanlar, it is 25 to 3. Okay, endi 2dan 45. Bu nima desanlar, it's quarter to 3. It is a quarter to 3. Demek ki bu şunga asasya okusanlar, asasen qanday desanlar, xatolashmaysizlar. Bo'lsa, mush ekrandagini telefoningizga chassin rasm tortib, tafsili bizani o'qib qo'ysanlar, texam yaxshi bo'ladi. Xo'sh, written exercise. Complete this sentence using in, at or from. Okay, endi men in degan narsaga ishlatildi desanlar, birinchi oylarning oldiga in shunami? In deganimiz oylarning oldiga, fasllarning oldiga, yillarning oldiga, ya'ni cho'ng o'rinlarga. At degan cho'q kichik o'rinlar, aniq vaqtga, undan keyin tushda, kechda, kechida bo'lsa nima at keldi? At noon, at night. From degan cho'q dindan, ma'lum bir davlatdan. Masalan, I'm going to see him 10 o'clock. Soat 10 da. Demakki 10 degan aniq vaqt, bu yerga nima? At. I'm going to see him at 10 o'clock. Men uni 10 bilan qanaqamoqchi? Ko'rishmoqchi. Masalan, it often rains November. Anda oylarning oldiga nima keldi? In. It often rains in November. Nechinchi oyda? 11 oyda. Masalan, where do you come? Okay, where do you come? You know, I come from. Where do you come from? Okay, I always go to work morning. And like tushdan burun vaqtni bildirsa in the morning. So what's the climate like in your country? Okay, nima cho'ng o'rinlar. Masalan, country davlat degan cho'ng o'rin shunami? Uni qani bersanlar in kelgan. Masalan, it's often cold in winter. Odatda fasllarning oldiga minib keldirsanlar in keldi. Undan keyin masalan enjoy yourself. Enjoy degan huzurlanmoq shunami? I always enjoy myself. Men doim qanday sanlar xushal quram o'ynayman. And we always enjoy ourselves. Ourselves. And samajum bo'shirin to'ldirib qo'yinglar vallah. Masalan, when must you come home? Okay, I must come home at 10 o'clock. Okay, at 10 o'clock or at 1 o'clock. So when must he type this letter? Okay, and ma'nida o'qiymiz. Birdan 15 nima? A quarter past 1. You know, I must type it at 1:15. Yeah, a quarter past 15. A quarter past 15. When must they meet? Sam, it's a quarter to 3, right? We must see him, they must see him at 15 to 3. When must you arrive here? Okay,
half past 6. I must arrive here at 6:30. 야기는 말해서 a half past 6. 다 복사 болды. болды? Mana bugun mishaga cho'sib, yana qayta shu vaqtni qanday o'qishni bir mashq qilsanglar, undan keyin shu kendik mashq qilsanglarni umid qilaman. That's all for today. See you next time. Goodbye.